Jondor tumanida ham aholining bandligini ta'minlash orqali ularning yashash sharoiti, hayot tarzini yaxshilash maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, ko'rsatilayotgan iqtisodiy ko'mak natijasida ixcham issiqxonalar tashkil etilib, yuzlab fuqarolarning qo'shimcha daromadga ega bo'layotgani alohida e'tiborga arzigulik holat. Tafsilotlar bilan so'z muxbirimizga. Viloyatimizning bir qator hududlarida obodonlashtirish va keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Xalq farovonligini oshirish yo'lida qilinayotgan sa'y-harakatlar ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda. Ayniqsa, ichki yo'llarni ta'mirlash va asfalt qoplamasi yotqizish ishlari aholi uchun katta qulaylik yaratmoqda. Shuningdek, hududlarda beton ariqlar qazilib, zamonaviy irrigatsiya va drenaj tizimlari barpo etilmoqda. Bu kabi obod ko'chalar, toza atrof-muhit va mustahkam infratuzilma islohotlarning amaliy natijasidir. Eng asosiysi, tumanda aholi bandligini ta'minlash, tomorqadan unumli foydalanish, issiqxonalar tashkil etish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi ish o'rinlari yaratilib, oilalarning daromadi oshib bormoqda. Bu esa farovon turmushning muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Qishloqda yashovchi Ramazon Diyor tomonidan issiqxona qurish maqsadida o'zining taklifini bildirdi va hukumat yordamchisining tavsiyasiga asosan 100 million kredit olib, mana shu yerda issiqxona ta'sis qildi. Hozirgi kunda bu issiqxonada pomidor ekilgan bo'lib, pomidorlar pishib hosilga yetgan. Qolaversa, bunda tadbirkorlarning rivojlanishi bo'lsa, mahallamizda yashovchi boshqa aholisiga ham tadbiq qilib bormoqdamiz. Albatta, bu har kun daromaddan xursand, ana shunday olib borayotgan islohotlardan mamnun. Bu ishlarni albatta davom ettiramiz. Bu kabi o'zgarishlar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning amaldagi natijasi bo'lib, har bir xonadonda farovonlik muhitini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, inson qadri ulug'lanayotgan, mehnatga munosib sharoit yaratilayotgan, daromad manbalari kengayib borayotganidan dalolat beradi. Bu kabi sa'y-harakatlar ertangi kunga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlamoqda.